Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hozir bu yerga biz 3 fazali ishuvchi o'rnatamiz. Hisoblagich toka transformator bilan 100 kilovatli inverterimiz uchun. Tokalarimizni o'rnatib oldik. Joyimiz kichkinaligi uchun tokalarimiz sal murakkabroq o'rnadi. Endi bu yerga hisoblagichimizni o'rnatsak, tokalarimizni ulashi bosqich video qilib aytib o'tib ketaman. Shuning uchun o'rnatib oldik. Endi birma-bir kabellarni tortamiz. Toka transformatorlarimiz kabellarni yig'ib oldik. Har bitta shuning o'zini qo'llabida sxemasi bo'ladi. Sxema bilan qarab yig'ilaveradi. Endi bu yerda fazalar ulasak, avtomatga hisoblagich ishlash uchun. The Pope takes a poop and the president too, and the fancy dance banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. The famous brain surgeon has to leave his lump, and the high-priced model has to stop for a dump. But can the sides of Canada can't spray away the truth, 'cause even if they don't admit it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system's working, thank your lucky stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. The destitute and homeless have to do it, it's true. But even 3 fazamizni ham ulab oldik. Endi nolimizni korpusga beramiz. Nolni ham qotirib oldik. Yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Toka transformatorlar o'rnatishda ko'proq edi. Hozir bunda i1, i2 bilan bergan. Asosan S1, S2 ham keladi. Shunda hisoblagichni mana ostini ko'rsalar, sxema bo'yicha ko'raylik. Sxema bo'yicha mana 1 2 3 ko'rsangiz, mana yerda toka transformatoring bilan emas turibdi. Birga bitta ketyapti, 3ga ketyapti. Mana biz ham birinchidan ulaganmiz, keyin uchinchidan ulaganmiz. Birinchimiz va bu yerda uchinchi kontagimiz. O'rtadagi ikkinchi kontagdan mana bu yerdan faza berib qo'yganmiz. Mana shu stilga ketaveradi hammasi. Oxirgisiga mana 0 nolni olib korpusga berib qo'ydik. Bugungi ishimiz tugadi. Xudo xolisa.